Do'stim, keldingizmi? Shuncha odam kutib qoldik. Reysga kech qolamiz. Namuncha shoshasiz. Nasib qilgan bo'lsa boraman-de. Ukam xafa bo'lmaysan, pulimiz yetmadi senga. O'zing ko'rib turibsan, bo'lmasa seni ham olib ketardik. Hayyo, xijolat bo'lmaylar. Juda ham xijolat bo'lamiz. Xijolat bo'lmaylar deyapman-ku. Alloh chaqirmagan ekan-da. Hammasi joyida. Bo'pti. Hal bo'ldimi? Xullas, kimga bersangiz beravering. Men bora olmayman. Men nima deb javob beraman shuncha Men odamga? roziman. Bilmadim, o'zingiz hal qilib yuborarsiz. Keyin safar albatta birga ketamiz. Alloh chaqirsa, hech gap emas. Keyingi safar birgalikda boramiz. Namuncha shoshasiz. Nasib qilgan bo'lsa boraman-de. Sizlar bemalol borib kelaveringlar. Ketamizmi aka? Ketamiz. Bular kim bo'ladi? Kichkina ukamiz. Ukamiz. Pasportingiz yoningizdami? Ha, yonimda. Bering. Tinchlikmi aka? Sizlar bilan bir inson ketishi kerak edi. Xo'sh, Lekin qarzdorligi bor ekan. Shunga reysdan qoldi. Chipta u insonga nasib qilmagan ekan. Sizga nasib qilgan ekan. Ha? Alloh chaqirdi sizni. Rahmat. Hujjat bilan shug'ullanib kelaman. Sizlar bilan ketarkanman. Kel oqa. nimaga? Viza nima bo'ladi? Hozir turizm rivojlanib ketgan-ku. Habiba Travel yetib borguningizcha vizani hal qilib qo'yadi.